Assalomu alaykum hammaga. Hozir boshlaymiz aslida aka. Assalomu alaykum hammaga. Ozgina kutamiz, odamlar kirishgandan sekin boshlaymiz anaqasini. Ungacha ham bemalol savollar bo'ladigan bo'lsa, berib tursangiz, savollarga javob berib turamiz. Savollar bo'lsa bemalol chatga yozamiz, chatda javob berishga harakat qilamiz. Ovoz yaxshi ishlanyaptimi? Ovoz ishlayotgan bo'lsa, birga bosamiz. Ovoz ishlayaptimi? Ozgina savol javob qilamiz. Xudo xolasa analizdan boshlaymiz. Ozgina odamlar qo'shilishi bilan. Xo'p, savollar beradigan bo'lsanglar, bemalol chatga yozsanglar bo'ladi. Savollarga to'liq javob berishga harakat qilaman. Keyin sekin analizdan boshlaymiz. Hop, tepada bir ikkita savol kelgan ekan, sekin ulardan boshlaymiz. Psixologiya bo'yicha savol bor. Senior. Bersangiz bo'ladi. Psixologiya bo'yicha har qanaqa mavzu savoliga javob beramiz. Tillarda global trend belgilanyapti. Bu narsani ham o'z ko'ramiz. Trend bo'yicha hammasini grafikda ko'rib boramiz. Lavda ishlaymiz ham, bitmoqchi bo'ladigan javob bo'lsa, biz ochamiz, ko'proq analiz qilamiz. Xo'p, psixologiya bo'yicha aynan psixologiyada har xil narsalar bor-da. Aynan nima muammo bo'lyapti?
tushuntirib beradigan bo'lsangiz, aynan o'sha muammo bo'layotgan joyiga yechimlashga harakat qilamiz. Kerak bo'lsa to'g'ri maslahat berib, o'zimizda agar shu muammo bo'lgan bo'lsa, qanaqa to'g'irlaganimiz, shu bo'yicha maslahat beramiz. Xo'p, psixologiya bo'yicha bitta yaxshi savol kelibdi. Iloji boricha fokus beramiz. Gapirayotgan gaplarga, berilayotgan maslahatlarga, chunki hammaga foydali bo'lishi mumkin. Xo'p, вообще narsa qilolmayapman, grafikni ko'rolmayapman, ozroq nastroy yaxshi emas, bozor kirish qanchalik to'g'ri. Birinchi o'rinda bozorni kayfiyatiga qarab ishlash juda ham noto'g'ri narsa. Nastroylar yomon bo'ladigan bo'lsa, ishinglarda ko'chada qanaqadir muammo bo'ladigan bo'lsa, bu narsani grafikdan qidirib o'zingizga minus orttirishlik bu juda ham katta xato bo'ladi. Oddiy misol keltiraman. Trading Forex'dagi bizning balansimizni, bizning ishxonamiz deb tasavvur qilsak bo'ladi. Bu bizning ishxonamiz. Agar nastroylarimiz bo'lmaydigan bo'lsa, problemalar bo'ladigan bo'lsa, bu narsani ishga olib kirish qanchalik to'g'ri bo'ladi? O'zimizning xarakteri ishxonada ko'rsatadigan bo'lsa, qanchalik to'g'ri bo'ladi? Конечно, bu hech kimga yoqmaydi. Boshqalarga yoqmaydi. Ishdagi misol uchun ishlaydigan kollegalarga yoqmaydi. O'zimizning nastroylarni, o'zimizning nima bilan ishga boradigan bo'lsak. Bu ham xuddi shunaqa narsa, tradingda xuddi shunaqa narsa. Ya'ni nastroylar bo'lmaydigan bo'lsa, qanaqadir problemalar bilan, misol uchun miyada bo'lib turib trade qiladigan bo'lsa, bu bizning savdomizga ta'sir qiladi. Savdomizga ta'sir qilyaptimi? Demak, bizning minus olish ehtimolimiz kattalashadi. Oxirida keyin siqilamiz, nimaga minus bo'ldi, nimaga anaqa bo'ldi. O'zi shundoq ham nastroyingiz yomon, bozorda minus qiladigan bo'lsangiz, 2 barobar yomonlashadi. Sizda o'sha minuslar ko'payaptimi? Revansh trading bo'lishga boshlaydi. O'sha qilgan zararingizni bozorda kattaroq lot bilan olib chiqib ketaman degan xayolga bo'lishga boshlaydi. Bu ham o'sha over trade, ya'ni ko'p trade qilish, katta lotda bozorga kirish shunaqa narsaga olib keladi. Eng yaxshi yo'l nastroyingiz bo'lmagan paytda umuman bozorga qaramaslik kerak, grafik umuman qaramaslik kerak. Kimdir toza foydalanadi, kimdir qayergadir boradi. Lutchi birinchi miyani tozalab olish kerak, chunki o'zi tredda ko'pchilik biladi, 80% psixologiya bilan boradi. 20% sizni bilimingiz, sizni strategiyangiz, sizni optingiz gapiradigan bo'lsa, qolgan 80% narsa sizni psixologiyangiz bilan kelib chiqadi. Psixologiya yomon bo'ladigan bo'lsa, tredlarga ta'sir qiladi. O'shaning uchun birinchi o'rinda trade qilishdan oldin miyani joyiga qo'yamiz, problemalarni, boshqa narsalarni esdan chiqarib turamiz vaqtinchalik, keyin trade qilamiz. Lutchi esdan chiqarib olmadingmi, tradega qaramaymiz. Hali psixologiya bo'yicha bitta katta dars chiqazamiz, chunki psixologiya bo'yicha gapiramansa 2 soatlar to'xtovsiz gapirsa bo'ladi. Chunki muammolar juda ham ko'p. Xo'p. $100 bilan day trade qilsa bo'ladimi? Asosan Forex'da shot tanlanmaydi. Misol uchun kerak bo'lsa $10 bilan ham savdo qilsa bo'ladi. Lekin siz bozorga qancha pul bilan kirayotgan bo'lsangiz, shunga yarasha ishlaysiz. $100 bilan kiryapsizmi? Demak, kuniga misol uchun 3-4% sizni qoniqtiradigan bo'lsa, o'sha normalniy. Yoki $100 bilan oyiga 10% sizga normalniymi? Bu $10 bo'ladi. $1000 bilan xuddi shunaqa narsa. Asosan tradingda biz foizga qaraymiz. Oylik foiz profitlarga qaraymiz, oylik zararlarga qaraymiz. Har bitta kirayotgan bitimlarimizga foiz ko'rinishida bozorda risk qilamiz. Pul ikkinchi o'rinda turadi tradingda. Lekin bitta narsa bor, shot qanchalik kichkina bo'ladigan bo'lsa, psixologiya ham shunchalik yomon bo'ladi. Kattaroq risk qilishga odam undab qo'yadigan narsalar bo'ladi. O'shaning uchun $100 bo'ladigan bo'lsa, lutchi $100 bilan trade qilishni maslahat bermayman. Profit olishni maslahat beraman. Masalan, $40 ga 5000-6000 dollarlik shot beradi funding pipsda. Ya'ni $100 bo'ladigan bo'lsa, $100 riskga otmay, bar bozorda o'tib ketadi narsa.
Lutchi propshot oladigan bo'lsangiz $30 $40 5-6 ming dollarga shotda boshqa qarshingiz bo'ladi. SMT bilan ham ishlaysizmi? SMT bilan ham ishlaymiz. SMT ni faqat biz zaxvatlik deb olamiz. Ya'ni kechagi treyderdan analizdan ko'rgan bo'lsangiz, zaxvatlik deb borasini ko'p ishlatdim. O'sha zaxvatlik SMT bo'ladi. Ya'ni grafikni ko'rsatishga harakat qilaman. Hop. Например, mana joy hash turga o'tadigan bo'lsak, hop, tilida ko'rgan bo'lsangiz, bozor maksimum nuqtani tanasibini yopolmagan. Shpilka bilan bu yoqdagi likvidlanishganda bozor obratno orqaga selga tushib bergan. Aynan shu joyga biz zaxvatlik deymiz. Bozor o'zidan oldingi maksimum yoki minimumni tanasi bilan buzmasligi, shpilka bilan olib ketishi, bu aynan bozor bu yoqqa chiqishdan maqsad likvid uchun bo'ladi. O'sha narsani zaxvatlik deymiz. Bu narsa asosan hedge fondlarda market makerlarning strukturasi bo'ladi. Kerak bo'lsa razgon qilish uchun ham, kerak bo'lsa bitta zirkani o'zidan yaxshi fozil olib chiqib ketsam, aynan shunaqa zaxvatlik, ya'ni SMT tushunchasida ko'proq bo'ladi. Bu narsa bo'yicha ham to'liq ma'lumot beramiz hali. Xo'p. Agar savollar kam bo'ladigan bo'lsa, bugun qaysi valyuta juftliklarida analiz qilamiz yozadigan bo'lsangiz chatga bir-bir qilamiz. Ko'pchilik so'rayotgan, ko'pchilik kutayotgan valyutalarda qilamiz. Endi baribir misol uchun hamma valyutalarni chiqadigan bo'lsa, vaqt juda ham ko'p ketib qoladi. O'shaning uchun 2-3 yaxshi majorli valyutalarda analiz qilib beramiz. Agar joyiga kelgan bo'lsa, bo'sh bitim ochamiz. Xo'p. Men day trade ham qilaman, swing trade ham qilaman. Hozirda uzoq muddatli bitimlarimiz bor, swing trading uchun mo'ljallangan. Kunlik trade ham qilamiz, asosan sessiyalarda. Sessiyalar bilan ishlaymiz. London, New York sessiyasida ishlaymiz. Unda o'sha day trading qilamiz. Bitimlarimiz asosan 1 kunlik, 2 kunlik bo'ladi. Swingda kerak bo'lsa oylab ham ushlab turadigan paytlarimiz bo'ladi. Hozirda shunaqa. Xo'p, funtda, enesida, yuziyanada, bitcoinda, talada funtda. Kecha funt analiz qilmagandik. Bugun funtni ham qo'shamiz analizlarimizga. Bozorda funt bilan nimalarni kutamiz? Xo'p, o'zinglarni qiziqtirayotgan valyuta parolini yozadigan bo'lsangiz, chatga qo'shib analiz qilamiz. Ko'pchilik aytgan, ko'pchilik kutgan valyutalarni. Hammasini analiz qilishga vaqtimiz, kuchimiz yetmaydi menimcha. Funtda. Yaxshi, ko'pchilikni funt qiziqtiryapti, valyuta juftligi ham qiziqtiryapti, faqat til emas, bu yaxshi. Bozorda unda birinchi o'rinda funtdan boshlab analiz ko'ramiz. Xo'p, unda hamma tayyor bo'ladigan bo'lsa, analizni boshlaymiz. Hamma chatga bir yozib tashlasin. Tayyorligini ko'raman deb analizni boshlaymiz. Xo'p, tushunarli, unda sekin boshlaymiz. Birinchi funtdan oldin dollar ko'p chiqamiz. Dollar bozorga qanaqa ta'sir qilyapti? Indeks analizni boshlaymiz. Xo'p, hozir men H4 time frame turibman. Ya'ni H4 time frame'da bozor swing struktura bo'yicha ko'rayotgan bo'lsangiz, kecha analiz qilgandek, bozor minimumlarni yilab kelyapti.
kechagi kunda bozor ozgina pastga harakat qilib, tepadagi maksimum zonani buzishga harakat qildi. Bu narsani trend kanali bo'yicha ham ko'radigan bo'lsak, trend kanali maksimum zonasiga liniyamizga yaqinlashdi va bozor razvort qildi. Endi bu yoqda bozor o'zidan oldingi maksimum zonadagi blogimizni buzib o'tolmadi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bu yoqga 2 marta 3 marta harakat qildi, buzolmadi. Endi agar bozor bizda hozir ikkita nuqtamiz bor. Mana maksimum nuqtamizda zaxar target qilingan nuqtamiz va pastki low nuqtamiz. Agar bozor DXYda pastki nuqtamizni buzib ketadigan bo'lsa, minimum zonamizni buzib ketadigan bo'lsa, bizga keyingi likvidatsiya bo'ladigan joy 98-300 zonani ko'rsak bo'ladi. Aynan shu zonani likviddan olib ketish. Bu degani agar bozor bu maksimumgacha, minimumgacha tushib beradigan bo'lsa, yevro, funt tillalarimizda bozorda o'sish yaxshigina bo'ladi. Tushunarli? Ko'proq hozir bizni dollar indeksimizda selni ko'rsak bo'ladi. Endi bu narsani biz nafaqat grafikda, balki fundamental bo'tgan yengilliklarda ham ko'rishimiz mumkin. Xo'p, hozir ko'pchilik kuzatayotgan bo'lsa kerak, ya'ni aynan AQSh o'zida, Amerikani o'zida dollar bilan bo'ladigan hodisalar, ya'ni bularga kiradigan narsalar birinchi o'rinda Amerikadagi tartibsizlik. Bilasizlar, Tramp o'ldirgandan keyin migrantlar bo'yicha yangi qonunni imzoladi. Ya'ni migrantlarni katta miqdorda deportatsiya qilish, hibsga olish, shunga o'xshagan narsalar ko'payapti. Kechagi kunda ko'rayotgan tartibsizliklar Los-Anjelesda bo'ldi. O'sha bugun Texas bilan aslida ham o'sha Dallas ham o'sha bu tartibsizlik oshyapti. Bu narsa endi baribir ham dollarga negativ ta'sir qiladi. Ya'ni bizga bozor bu yog'iga struktura bo'yicha selni ko'rsatish mumkin bo'ladi. Bizning ikkita lowimizga yangilanishi mumkin. Bu bizga tildagi funtga, yevrolarimizga bayu hosil qiladi. Endi ko'pchilik so'ragan funtni ham analiz qilamiz. Funtni nima kutamiz bozorda. Xo'p. Hashtordan boshlaymiz. 4 soatlik konferensiyadan boshlaymiz. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, hashtorda bozorda struktura bo'yicha trend kanal hosil qilganda, ya'ni bozorda bizda maksimum nuqtalarimiz yangilanyapti. Maksimum nuqtalarimiz yangilanyapti. Bu bizga swing struktura bo'yicha buy trend beryapti. Tushunishlik uchun hammasini chizib o'taman. Lekin mana bu yerda bozor bizda razvort qilib qo'ydi va bozor mana bu yerda breakout hosil qildi. Bozor o'zidan oldingi minimum yangilab qo'ydi. Buni tushunarliroq ko'rsatadigan bo'lsak, minimum maksimum bu yo'lda breakout bozorda bizga atkat berdi, trend liniyamizga retest berdi va bozor naqotda minimumdan atkatga qaytyapti. Bu narsani sizlarga tushunishlik uchun bundoq ko'rsatadigan bo'lsam, o'sha kitoblarda o'zimizga strategiya tushuntirayotganda qanaqa o'rgatadigan bo'lsak, xuddi shunaqa chiroyli trend hosil bo'ldi, ko'rishingiz mumkin. Bozorda trendimiz breakout bo'ldi. Ya'ni bu yoqda bozor o'zidan oldingi minimumni yangilab qo'ydi. Aynan hozir ko'rsatgan joyimiz mana bunda. Bu degani swing struktura H4 time frame bo'yicha bozor buy trenddan sellga razvort qildi degani. Ya'ni day trading qilish uchun. Ya'ni biz hozir sellga razvortlarni kutib ishlasak bo'ladi. Bu qanaqadir oqimni dailyda bermayapti. O'shaning uchun H4 bo'yicha swing struktura bo'yicha analiz qilayotgan bo'lsak, analiz qilsak bo'ladi. Endi H1 ga o'tamiz. Ya'ni entry uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, bizning oxirgi harakatimiz qanaqa bo'lgan? Oxirgi minimum, maksimum bozor bizga maksimum beryapti. Bunaqa holatda biz faqat atkatdan qo'shilishimiz mumkin bo'ladi. Agar kimdir Fibo ishlatadigan bo'lsa, Fiboni golden zonasidan bemalol atkatda tasdiq switchlar bilan kirsa bo'ladi. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bozor discountga, ya'ni golden zonaga reaksiya beryapti. Hozirgi trend bo'yicha biz agar funtda ishlamoqchi bo'lsak, atkatdan sellga kirishimiz yaxshiroq. Maksimum, minimum. Ko'rayotgan bo'lsangiz, Fiboni golden zonasidan juda chiroyli reaksiya bergan. Xuddi shunaqa usulda yana bizda maksimum, minimum. Hali bozor discountga ham chiqmagan, bozorda golden zonaga hali yetib kelmagan. Qachonki funt anaqamizda, valyuta birligimizda golden zonamizga 0.23-0.38 ga kiradi, bu yoqdan biz buyga qo'shilsak bo'ladi. Ya'ni bu yoqdan buyga qo'shilsak bo'ladi. Endi bu yoqda qo'shimcha tasdiqlash sifatida mitigation bloklarni olsak bo'ladi. Mana bu bloklarni ham qo'shimcha sifatida olsak bo'ladi. Ya'ni aynan shu zonamizda bozor qachonki fraktal razvort beradigan bo'lsa, ichki struktura bo'yicha bozor bundoq bizga
o'zidan oldingi minimumni yengillab ketadigan bo'lsa, demak biz mana shu zonda kirsak bo'ladi. Funtda bayga shoshilmay turinglar fond uchun, chunki bozor xohlagan paytda otkat qilib selga ketib qolishi mumkin. Sababi bozorda minimumlar yangilangan. Struktura bo'yicha bozor breakout bo'lgan, baydan selga. Ya'ni bozor trendi selga o'zgarib bo'lgan. Fond bo'yicha bayga shoshilmaymiz, iloji boricha ozgina sabr qilamiz. Maksimumdan minimumga tortadigan bo'lsak, bizning fibo zonamiz bor. Aynan o'sha fibo zonamizda enter qilsak bo'ladi, golden zonada. Bizda golden zonamizda 0.38 0.20 beryapti. Fibo bo'yicha, fond bo'yicha analiz tushunarli bo'lgan bo'lsa, bir bosamiz shartga. Boshqa valyutalarga o'tamiz. Fond tushunarlimi? Analiz. Tushunadi. Fond tushungan bo'lsalar, atkatdan bizga selga kirsak bo'ladi. O'zingiz uchun screenshot olsangiz ham bo'ladi. Ya'ni enter zonaga yaqinlashgan paytda tasdiq kutadigan bo'lsa, mana shu kanaldan bizga signal beramiz. Keyin bozorda sekin fondda selga qo'shila olsak bo'ladi. Xo'p, keyingi valyuta juftligimizda qaysi bo'lsa, qaysini analiz qilamiz? Yevro, USD, TL. Fond yana deyishyapti, USD yana deyishyapti. Euro USD, euro. Yana ikkita valyutani ko'ramiz. Ikkita valyutani analiz qilib, chunki bir kunda hamma valyutani analiz qiladigan bo'lsak, fokus chalib qoladi. Hozir bizda entry uchun funtda yaxshi valyuta bor. Ya'ni funt atkatdan qo'shilsa bo'ladi. Xo'p, USD bo'yicha misol uchun analiz qilsak bo'ladi. USD analiz qilamiz. Bundan tashqari tilli xolisini USD katta ham juda ham yaxshi vaziyat bo'lib turibdi. USD katta analiz qilamiz. Grafik hamma ko'ryapti. Unda dollar yenaga analiz qilish boshlaymiz. Xo'p. Daily bo'yicha ko'rishingiz mumkin, bozor sell trend beryapti. Oqladigan bo'lsak. Shunday. Xo'p. USD yanada ko'rishimiz mumkin. Bizda asosan range zona hisoblanadi. Bozor maksimumdan yengillashga harakat qilgan. Mana bir marta 2 marta bu yoqda maksimum yengillashga harakat qilgan. Bu yoqdagi ham bozor o'z oldingi minimumni yengillab bizda hatto zahmatli pit hosil qildi. Ko'rishingiz mumkin. Bozor bu yoqda range zona turibdi hozir. Mana bizda
o'sha yengil oldida qanaqadir bizda impulsda bo'lgan bo'lishi mumkin, lekin yana bozor range zonani ichida turibdi hozir. Ko'rasizlar. Endi hozir bu yerda biz trend bir momentda fraktalga o'zgarganini hisobga olsak bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, bu yerda bozor o'zidan oldin maksimum yangilagan. Bizning oxirgi minimumimiz olib ketgan. Bozordagi dollar yenidagi hozirgi trendiy holatimizni mana bunaqa ko'rinishda. Ko'ryapti. 4 soatlik time frame'da bozor o'zidan oldinga haylanib buzgan holda davom etyapti. Faqat endi H1 ga o'tamiz. Bitta nyuans bo'ladi. Mana bu yerda bozor o'zidan oldingi maksimum tanasi bilan buzib o'tolmagan. Tanasi bilan buzib o'tolmagan, bu yerda zaxmat likvid bo'lgan. Endi biz kutsak bo'ladigan narsa bozorda pastki likvidlarni yechish ehtimoli kattalashadi. Bu yerda qolib ketgan likvidlar. Ya'ni bozor o'zi range zona turibdi. Ko'rayotgan bo'lsangiz faqat maksimum minimum qilib bozor maksimumlarni ham minimumlarni ham normal yengilagani yo'q. Hozir bu yerda bizda kichkina fraktal razворот bo'lgani hisobiga yuzda yanada hop holovchilar trend chizish mumkin. Bozorda keyingi harakatimizda katta ehtimolda откат bo'lib pastiga likvidlarga tushib qolishi mumkin. Nimaga bayga emasdi? Selga tushish ehtimoli katta deyman. Chunki dollar bilan ko'radigan bo'lsak, dollarda qadrsizlanish kuchayapti. Fundamental bizning texnik yengilliklarimizni selga signal berayotgan paytda biz dollar yenaga bay kirishimiz xavfli bo'ladi. Bunaqa paytda DXY solishtiramiz dollar yena bilan pastiga likvidlik uchun harakatni boshlasak bo'ladi. Endi so'rashingiz mumkin, qachon biz dollar yenaga entry qilsak bo'ladi. Xo'p, hozir bizda mana ma'lum minimumga to'g'ri berasizlar. Mana ma'lumotga minimumga to'g'ri berasizlar. Agar buni tanasi bilan buzib o'tadigan bo'lsa, USD-ni buni tanasi bilan buzib o'tadigan bo'lsa, biz bemalol откатdan selga qo'shilishimiz mumkin bo'ladi. Tushuntiryaptimi? Xo'p, bizda hozir funt analiz qildik, yenida analiz qildik, dollar yenida analiz qildik. Ikkalasi ham bizga selga signal beryapti. Iloji bo'lsa, hozirgi vaqtda dollar yenidagi kirmay turinglar. Dollar yenida agar analiz bo'ladigan bo'lsa, kimdirda entry bo'tgan bo'lsa, ko'proq selga qarashinglarni maslahat beraman. Bagazga riskli vaziyatda turibmiz dollar yenida. Men o'zim dollar yenida kam ishlayman, analizlar qilaman, lekin kam ishlayman. Asosan funtda, yevroda, USD-da tilida ko'proq ishlayman. Yenaga keladigan bo'lsa, analiz bo'yicha selga hozir tasdiq kutamiz. Hozir bayga ham selga ham chiqnaq tasdiq yo'q. Qachonki bizda minimum buziladi, minimum zona buzilgandan keyin откатdan fraktal razворотdan keyin bloklarimizdan selga tushsak bo'ladi. Pastda likvidlarni yechimgacha ham seldan ushlab tursak bo'ladi. Zo'romda ham selga ushlab tursak bo'ladi. Savdo qilamiz. Yevroda ko'proq, funtda ko'proq, USD-da. Oxirgi paytda yevroda ko'p ishlayapman. Mana hozir ko'rishingiz mumkin.
Hozir bo'ladi. Hop, tilla. Tillarni ham ko'ramiz analizini. Tilla bo'yicha, enter bo'yicha fikrlar analizda ko'proq, tillaga ham fokus beramiz. Tillada hozir ko'rib turgan bo'lsanglar, ochiq bitimimiz bor. 16 ushlab turgan kechagi analiz bo'yicha kirilgan enterlar turibdi hali ham. Ana biz pastdan qo'shilgandek. Tillada qanaqa ahvol kutib bo'ladi? Birinchi o'rinda kecha analiz bergandim tilla bo'yicha. Bozor holati hozir tilla diskountdan bayga harakat qilyapti. Bu narsani katta diapazonda ko'rishimiz mumkin. Bozordagi oxirgi minimumimiz maksimum, minimum, maksimum. Minimum endi bu yoqdan fraktal razvorot bilan bozor bayga harakat qilyapti. Swing struktura bo'yicha. Ko'rayotgan bo'lsangiz, bizda maksimum zonamiz yangilangan, bozor diskountga tushib bergan. Bu narsani biz FIBO orqali ko'rsak ham bo'ladi. Ko'pchilik trend selga o'zgarib ketdi deyishyapti. Yo'q, bozor struktura bo'yicha buy trendda turibdi. Bu narsani xohlasanglar trend kanal bo'yicha ham ko'rsanglar bo'ladi. Bir xil trend anaqa klassik ham ishlashadi. Bozorda hali minimum yangilanmagan, bozor shunchaki buyga harakatlanyapti. Xo'p, bizda oxirgi harakatimiz swing struktura bo'yicha diskount zonamizda FIBO golden zonamizdan bo'lgan. Bu analiz uchun qilinayotgan narsa. Bu entry uchun emas. Agar sizlar swing trade ishlaydigan bo'lsanglar, hashtorda swing struktura bo'yicha diskountdan uzoqroq muddat buy olsangiz bo'ladi. Lekin biz hozir analiz uchun, day trading uchun mana bu ichki strukturaga qaraymiz. Ichki strukturamiz bizda nima bo'lyapti? Ko'rishingiz mumkin, bozorda oxirgi minimum, maksimum qilib bozor harakatlanyapti. Ya'ni bozor o'zidan oldingi maksimum zonalarni buzib buyga harakatlanyapti. Ko'pchilik selga harakatlanyapti, selga scalping qilishmoqchi, lekin bunaqa holda hozir biz selga kirishimiz azimli xato bo'ladi. Xo'p, bozor mana bu reaksiyamiz qayerdan bo'ldi? Ko'rishingiz mumkin, bizda oxirgi minimum, maksimum. FIBO tortadigan bo'lsak, bizani golden zonamizdan juda chiroyli reaksiya oldi. Endi hozirgi struktura bo'yicha agar bozor bizga fraktalni razvorot beradigan bo'lsa, pastdagi bu FVG zonadan enter qilsa bo'ladi. Mana bu bizani mitigation FVG zonalarimiz bor. Agar bozor harakat beradigan bo'lsa, hani bu yoqda kecha aytib o'tgan 3329 zonamiz bor, kuchli zonamiz bor. Agar bozor razvorot bergan taqdirda ham hozir mana bu bizda 3338 o'zing uchun zamitga qo'yilib, 3338 bizda juda ham kuchli zona bo'lib turibdi. Bozor qachonki mana shu 3338 ni H4da, H1da tanas bilan o'tadigan bo'lsa, keyin bizda aniq bitim qila olamiz. Buy uchun ko'rayotgan bo'lsanglar, bizda hali maksimum tasdiqlangan maksimum yo'q bizda. Bozor hali tanas bilan bizib o'tadi. Aynan mana shu 3338 bozor tanas bilan bizib o'tadigan bo'lsa, bu yoqdagi bizda H1, H4dagi FVG zonamiz buziladigan bo'lsa, bizda davomiy buy ko'rsak bo'ladi. Keyingi bizani ko'radigan nuqtalarimiz 3400 gacha chiqishi mumkin. Birinchisi 3364 dagi bizani kuchli zonamizni buzib o'tishini. Agar bu yoqda tanas bilan yo'qoladigan bo'lsa, 3364 dagi zonani buzib o'tib, keyingi zonamizda buy harakatimiz 3304 gacha bo'lishi mumkin. Shu narsani kutsak bo'ladi bozorda. Ungacha faqat tasdiq kerak bo'ladi bizga. H1 ga o'tamiz. Mana shu maksimum bozor hozir tanas bilan buzadigan bo'lsa, bemalol atkatdan buy olsak bo'ladi. Struktura hozir buy beryapti. Xo'p, tilla agar o'sadigan bo'lsa, mana bu nuqtamizni 3338-37 ni tanas bilan yorib o'tadigan bo'lsa, bozorda razvorot ko'rishimiz bilan, razvorot modul ko'rishimiz bilan entry zonani aniqlasak bo'ladi. Entry zona berayotgan paytda ham live qilaman deb, mana o'sha paytda bizda live trade qilamiz. Ikkita bizda kirish uchun analizimizda bor. Fondda sell, tillada ham tillaga buy.
funtda teparoqdan silolsak bo'ladi. Tildada pastroqga atkat berganda bayga qo'shilsak bo'ladi. Katta ehtimolda bizani keyingi bazonlarimiz 3327, 3320, 3327, 3330 bo'lishi mumkin. Mana shu zonani buy nuqtasi olsak bo'ladi. Atkat bo'lganda. Agar bozor bundan ham impulsimiz ko'tarilib atkat qiladigan bo'lsa, bizning keyingi bazonlarimiz mana bu mitigation blokimiz bo'lishi mumkin. Tilla tushunarli bo'lyaptimi? Entry stop loss take profit. Xo'p, tilla bo'yicha hozir tasdiqsiz kirish bo'ladi. Agar hozir sell kiradigan bo'lsak ham, buy kiradigan bo'lsak ham, hozir tasdiqsiz bo'ladi. Chunki bozor premium narxda turibdi. Hozir bunaqa holatda buy ham olamiz, stop loss ham olamiz. Chunki bu hech qanaqa bir tasdiqsiz kazinoga o'xshab qoladi. Biz iloji boricha mana signal berayotgan paytlarimizni qaraydigan bo'lsanglar, tasdiq bo'lgandan keyin signal beramiz. Bitta narsa qilamiz. Hozir bunaqa paytda kirish juda ham katta xato bo'ladi. Oddiy misol mana. Bozor hozir mana bunaqa holatda turibdi. Bizda tasdiqlangan maksimum ham yo'q, tasdiqlangan misol uchun razvorot modeli ham yo'q. Qachonki bizda kirish entry bo'ladi, razvorot hosil qilgandan keyin pastdan buy olishimiz bizda tasdiq bo'ladi. Ya'ni strategiya bo'yicha entry bo'ladi. Bundan ham biz Fibonacci'dan foydalansak bo'ladi. Oson instrumentimiz o'sha atkat nuqtamizni topgandan keyin bu yerda ham xuddi shunaqa razvorot model ko'ramiz, fraktalni razvorot deymiz. Undan keyin entry qilsak bo'ladi yoki shu joyda tasdiq switchlarni o'zidan entry qilsak bo'ladi. Xo'p, entry stop loss take profitni kanalga tashlab qo'yaman. Agar joy keladigan bo'lsa, yana qayta buyga kirishman, chunki hozir buyda turibman. Buyda 3316 da menda buylarim bor. O'sha entry o'tib ketgan, kecha biz entry qilganmiz live'da. O'sha hozir bozor bizning strukturamiz bo'yicha pulni buyga beryapti. Endi buyga qo'shilish faqat atkatdan bo'ladi. Hozir tepani o'zidagi ko'pchilik misol uchun buy olib qo'yishi mumkin, chunki bozor dalchi buy ketar ekanda. Undan oldin atkat qilishi bor. Atkat qilgan paytda ko'pchilikning shoti chidab bermasligi mumkin. O'shaning uchun bezopasniy holda biz atkat qilgandan keyin buyga yaxshi entry setup bergandan keyin entry qilsak bo'ladi.
Xo'p, o'rtoqlar, agar analizda tushunarli bo'ladigan bo'lsa, keyingi laktritlarimizni xudo xohlasa xabarini beramiz. Ungacha bugungi analizlarimiz shu bo'ladi. Tillada va fontda откатdan bakirsak bo'ladi. Agar savol bo'ladigan bo'lsa, bemalol kommentda qoldirsangiz bo'ladi. Keyingi lavhalarimizda javob berishga harakat qilamiz. Hammaga xayr, charchamaylik.